Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bugun kompyuterda doim ko'riladigan mushu o'zligidan axlat bo'lib qolgan bir masalasi bor kompyuterning. Mushu masalani hal qilish uchun sizlarga bu darslikni sunduq. Bu qisqagina darsimizda sizlarga o'rgatadiganimiz nihoyat oddiy holatda kompyuterni tozalash bo'ldi. Unda bo'lsa mashg'ulotimizni boshlab ketaylik. Qanday qilamiz degan chog'da mushu Windows knopkasınınki belgisining ustida turib 10 knopkasini chekimiz, çalıştır degani bosamiz. Yoki bo'lmasa knopka taxtasidan Ctrl R ni bossaqmi bo'ladi. Çalıştır degani bosgandan keyin bu yerga yozadigan nimamiz bor, buyruqlarimiz bor. Mush buyruqni yozamiz. Temp. Birinchi buyruqimiz mushu. Bu buyruqni yozgandan keyin tamam degani bosamiz. Bir tal oldingga bir tal ko'znak ochiladi. Bu ko'znak nima degan chog'da mushu Windowsning doim ishlatish jarayonida axlatlarni qo'yadigan bir yeri bu. Shunda bo'lganki biz bu axlatni pat-pat juptumizsak, nihoyat ko'p axlatlar chiqadi. Ctrl bilan A ni bosamiz. Anondan keyin Shift bilan Delete ni bosgandan keyin bu hujjatni o'chiramiz deydi. Anondan keyin evet deganning o'zini bosamiz. Shuning bilan bu hujjatlar o'chidi. Agar oldingga ma'nodagi bir narsa chiqib olgan bo'lsa, degan chog'da bu yerda bu to'g'ri belgisini qo'yib o'tgandan keyin atla deganni bossizlar. Yana bu chiqib olsa, yana o'xshashlar to'g'ri belgisini qo'yib atla deganni bosib o'tsanglar, bu ko'znakning o'zi hozir yo'qaydi. Ikkinchi qatim qildiganimiz mushu yana Windows knopkasining ustida turib 10 knopkasini chekimiz. Çalıştır deganni bosamiz. Endi bu qatimcha deganda %ni qo'shib yozamiz. %temp. %ni yana bir qatim yozamiz. Shuning bilan Enter ni bosgandan keyin o'xshashlar yana bir tal ko'znak ochildi. Bu ko'znakmi yana shu axlatlar cho'lishgan ko'znak. Bu yerdami oldin qatim qilgan mashg'ulotimizni qilamiz. Ya'ni Ctrl bilan A ni bosib, Shift bilan Delete ni bosamiz. Shift bilan Delete ni bosamiz. Andan keyin Enter ni bosgandan keyin bu hujjatlar o'chishga boshlaydi. Agar sizning kompyuteringizda mana narsa chiqib olgan bo'lsa degan chog'da oldiga to'g'ri belgisini qo'yib atla deganni bosinglar. Yana o'xshashlar to'g'ri belgisini qo'yib atla deganni bosinglar. Uchinchi xil tozalash nima degan chog'da perfect deb yozinglar. Andan keyin Enter ni bossanglar, yana bir tal ko'znak ochildi. Bu ko'znakni deganda o'xshashlar Ctrl A, Shift bilan Delete. Shift bilan Delete. Andan keyin Enter degani bosgandan keyin bu hujjatlarmi o'chishga boshlaydi. Yana o'xshashlar oldingga bu ko'znak chiqib olgan bo'lsa, to'g'ri belgisini qo'yib o'tib atla deganni bosib o'tsanglar bo'ladi. Mana. Endi deganda oxirgi bir nim buyrug'imiz qoldi. O'xshashlar Windows'dan R knopkasini bossanglar chiqadi bu ko'znak. Endi degan chog'da %ni yozib, andan keyin app data deganni yozgandan keyin andan keyin bu % bilan oxirlashtirib Enter knopkasini bosgandan keyin yana bir tal ko'znak chiqadi. Bu ko'znakdan degan chog'da yana o'xshashlar Ctrl A, Shift Delete ni bosgandan keyin bu yerdagi axlatlarni o'chidi. Oldingga abayqida ko'znak chiqib olgan bo'lsa, to'g'ri belgisini qo'yib o'tirdigini bosib o'tsanglar bo'ladi. Endi eng oxirida sizlarga demoqchi bo'lgan yana bir muhim nuqtaning birisi nima degan chog'da bu 4 xil usulda tozalab bo'ldik. Endi 5-chi xil usuli qaysi degan chog'da yana mushu boshlash knopkasining ustida turib 10 knopkasini chekib ayarlar degani bosgandan keyin mana bu bizningki tangshak ko'znagimiz ochildi. Bu yerdan deganda sistem deganni ochib, andan keyin bu yerga qarasanglar depolama deb narsa bor. Depolama deb. Ya'ni bu yana ochgandan keyin qarasanglar C rayonimizga qachilangan hujjatlar, andan keyin programmalar degandek narsaning hammasini hozir bu yerda analiz qilyapti. Buni qilib bo'lgandan keyin degan chog'da bizningki diqqat qiladigan yerimiz eng ostidagi GCG dosya. Mushni o'zini deganda tanlagandan keyin yana bir qatim buni analiz qiladi, qanchalik bor deb. Analiz qilib bo'lgandan keyin degan chog'da hammasining oldiga to'g'ri belgisini urib yetib, qoldir deganni bosgandan keyin degan chog'da bizningki eng oxirgi qatimliq mashg'ulotimiz tamomlangan bo'ldi. Kompyuteringni qayta qo'zg'atib ishlatsanglar kompyuteringning yeniklashib qolganini, tizilishib qolganini bayqaysizlar. Eng oxirgi qatim diqqat qilganinglar mushadagi mushu to'rdan tushgan hujjatlarning saqlangan o'rni mushu. Mushuning oldiga to'g'ri belgisini qo'yganda diqqat bilan qo'yishingizni tavsiya qilaman. Chunki to'rdan tushgan muhim hujjatlar olib qolsa, hammani o'chirib yetib qoldi. Unda bo'lib qolsa, avval sizlar shu hujjatlarni yo'tkib o'tgandan keyin, andan keyin to'g'ri belgisini urib, dosyaga qoldir degandan keyin, andan keyin deganda bu axlatlar butunlay tozalanib bo'lgan bo'ladi. Shuning bilan kompyuterdagi axlatni tozalash mashg'ulotinglar tamomlangan bo'ladi. İnşallah bundan keyin mush kompyuter va texnikaga munosabatlik yangi videolarni chiqarib turamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.